Assalomu alaykum hammaga. Bugungi mavzumiz o'simliklarning generativ organlari gul. Qani tanishamiz. Gul nima? Yopiq urug'li o'simliklarning ko'payish va urug' hamda meva hosil qilish organi hisoblanadi. Gul qanday qismlardan tashkil topgan? Gul bu shakli o'zgargan novdadir. Gulni asosan 4 qismga bo'lib o'rganamiz. Gulbandi, gulqo'rg'oni, changchisi va urug'chisiga bo'linadi. Gulband bilan tanishamiz. Gulband gulni poyaga tutashtirib turuvchi ingichka qism. Uning kengaygan yuqori qismi gul o'ringa, gulning barcha qismlari o'rnashgan bo'ladi. Gulqo'rg'on. Gulqo'rg'onning o'zi ham ikkiga bo'linadi. Birinchisi bu gulkosa, ikkinchisi gultoji. Gulkosacha barglar shakli o'zgargan barglar hisoblanadi. Odatda yashil rangda bo'lib, gul g'unchaligida uni tashqi ta'sirlardan va har xil zararlanishlardan himoya qiladi. Gultoji barglar gulkosacha ichida joylashgan. Gulkosachani ichida joylashgan gultoji barglaridan ichkarida yana, demak, changchi va urug'chilar joylashgan bo'ladi. Asosan gultoji barglar yorqin va chiroyli rangga ega bo'lib, changlatuvchi hasharotlarni o'ziga jalb qilishga xizmat qiladi. Changchi ham ikki qismdan iborat: changchi ipi va changdondan. Changchi ipi changdonni gul'o'rin bilan birlashtiradi. Changdon ichida chang donalari yetiladigan qism. Urug'chi 3 qismdan iborat: tuguncha, ustuncha va tumshuqchadan. U bir yoki bir nechta meva bargdan hosil bo'ladi. Meva barglarimiz ham aynan urug'chiga tegishli bo'lgan meva barglari ham shakli o'zgargan barg hisoblanadi. Tuguncha ichida urug' kurtakda esa murtak xaltasi joylashgan. Murtak xaltada tuxum va markaziy hujayra yetiladi. Ushbu rasm bilan tanishib o'tishingiz mumkin. Rasmda demak gulning tashqi tomondan va ichki tomondan tuzilishlari bo'yicha chiroyli qilib ifodalangan. Gulqo'rg'on turlari. Gulqo'rg'on turlari bo'yicha asosan 3 xil turi bor ekan: oddiy gulqo'rg'on, murakkab gulqo'rg'on va gulqo'rg'oni yo'qolgan gullar. Oddiy gulqo'rg'on qanday gullar? Oddiy gulqo'rg'onli gullarning gulqo'rg'on qismlari bir xil rangda bo'ladi. Ushbu rasmlarga e'tibor qiladigan bo'lsak, mana bu lola gulining va liliya gulining ham aynan ranglarini bir xildaligini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, murakkab gulqo'rg'on gulkosacha va gultojidan iborat bo'ladi. Misol uchun pomidor va atirgulda. Gulqo'rg'oni yo'qolgan o'simliklar gulkosa va gultoji qisqargan bo'ladi. Yong'oq, tol va tutda xuddi shunaqa berilgan. Ushbu rasmlarni videoni pauza holatiga keltirib, tanishib, ma'lumotlaringizni mustahkamlab o'tishingiz mumkin. Gullarning jinsiga ko'ra bo'linishi. Guldagi ota-onalik a'zolarining joylashishiga qarab gullar bir jinsli va ikki jinsli bo'ladi. Keling, ikki jinsli gullardan boshlaymiz. Ikki jinsli gullar bir gultojning o'zida ham urug'chi, ham changchi gullar bo'lsa, bunaqa gullarga ikki jinsli gullar deb aytiladi. Tabiatda o'simliklarning aksariyati ikki jinsli gullarga ega. Masalan, o'rik, olma, gilos, shaftoli, paxta yoki g'o'za, g'alla, har xil bug'doy, arpalar, lola, namatak, pomidor, kartoshka o'simliklarida ikki jinsli gullar uchraydi. Demak, bir uyli o'simliklar bilan tanishamiz. Changchili va urug'chili gullari bir tupda joylashadi. Aynan yuqoridagi ikki jinsli gullarning joylashishi, aynan urug'chi va changchili gullarning joylashiga o'xshab ketganligi uchun ikki jinsli gullar bilan bir uyli gullarning o'sha joylashishi o'xshash bo'lgani uchun yonma-yon keltirdim ma'lumotlarini. Tanishib, o'ylaymanki, mana shu yerda aynan botanika kurslarida ham ancha chalkash mavzu bo'lgani hisobidan yodingizda yaxshi qolish uchun yonma-yon yozishga harakat qilib o'tdim. Demak, makkajo'xori, qovun, tarvuz, bodring, qovoq, yong'oqda mana shunaqa bir uyli o'simliklardagi gullar uchraydi.
Endi bir jinsli gullar. Bir jinsli gullarda alohida bir gulda deyapti. Faqat changchi yoki faqat urug'chi bo'lsa, ya'ni gullar bo'lsa, mana shunaqa gullar bo'lsa, bularga bir jinsli gullar deb aytiladi. Misollar: makkajo'xori, qovun, tarvuz, bodring, yong'oq, tol, terak, tut kabi o'simliklarda demak bir jinsli gullar uchraydi. Endi ikki uyli o'simliklar. Keling, mana shu yuqoridagi ma'lumotlarga taqqoslaganimizda endi bir jinsli gullar bilan ikki uyli o'simliklarning o'sha changchilik va urug'chilik gullarini joylashishi o'xshash bo'lganligi uchun bularni ham yonma-yon demak keltirib o'tdim. Changchilik gullari bir to'p o'simlikda, urug'chilik gullari esa boshqa bir to'p o'simlikda alohida joylashgan bo'lsa, bunday o'simliklarga nima deyilar ekan? To'g'ri, ikki uyli o'simliklar deyiladi. Misollar: tol va terak, ismaloq, kanob, anjir, tut kabi o'simliklarda mana shunday demak changchilik va urug'chilik gullarni joylashini kuzatishimiz mumkin. Ushbu rasmlar bilan tanishib o'tishingiz mumkin. Gul diagrammasi gulning uning o'qiga ko'ndalang kesimi bo'yicha chizilgan sxematik va grafik tasviri. Gul formulasi nima? Gul formulasi bu gul tuzilishini lotin alifbosi harflari, raqamlari va matematik belgilari yordamida ixcham yozish shakli. Harflar va belgilar hamda izohlar bilan ko'rib chiqamiz. Demak, ushbu belgilarni yodlab qolishga harakat qiling va izohlari bilan tanishib chiqing. Bu demak gul formulasini yozishda demak asosan judayam kerak bo'lgan harflar va izohlar hisoblanadi. Demak, bizga olma gulining formulasi, diagrammasi va lola gulining diagrammasi va formulasi keltirilgan bu yerda. Olma gulida e'tibor qiladigan bo'lsangiz, rasmning ikkinchi qismiga qarang. Demak, gulkosacha barglari 5 ta, ichkarida gul toji barglari ham 5 ta. Changchilarni undan ichkari 3-qavatga kirsangiz, ichkariga changchilari cheksiz va urug'chilari bitta ekanligini ko'rishingiz mumkin. Ya'ni odatda olmani urug'i bir dona bo'lmaydi. Endi 5 ta, 8 tagacha urug'i bo'lishi mumkin, lekin gul formulada bitta deb ketilgan. Davom etamiz. Lola gulining formulasi va diagrammasi. Demak, lolada murakkab gulqo'rg'on sistemasi uchramaydi, chunki bilamiz, u oddiy gulqo'rg'onli o'simlik hisoblanadi. Shuning uchun oddiy gulqo'rg'onida demak oddiy gulqo'rg'onlar 2 qavat joylashgan ekan, 3+3 holatda, ya'ni ikkita halqada joylashganligi uchun o'rtaga plus belgisi qo'yildi. Shuningdek, changchilari ham ikkita halqada 3+3 holatda joylashgan, ikkita halqada joylashganligi hisobidan. Urug'chisi esa 3 ta urug'chi bargning qo'shilishidan hosil bo'lgan, qavsga olingan holatda turibdi. E'tibor bersangiz, demak mana shu lola gulining diagrammasi va formulasi edi. Keling, videoni mana shu joyda kanalimizning rivojlanishi uchun obuna bo'lishni unutmang, zeroki sizning bu harakatingiz bizning kanalimizning rivojlanishida juda ham katta ahamiyatga ega. Davom etamiz. To'p gul ma'lum bir tartibda zich joylashgan gullar majmuasi hisoblanadi. Ayrim o'simliklarda gullar poyada yakka-yakka joylashsa, masalan, lola yoki binafshada, ko'pchilik o'simliklarda ular to'plam, ya'ni to'p gul shaklida bo'ladi. Demak, to'pgul turlari to'pgullar tuzilishiga ko'ra ikkita asosiy guruhga bo'linadi. Oddiy to'pgullar va murakkab to'pgullar. Oddiy to'pgullar gullari bevosita asosiy gulpoya o'qida joylashgan bo'ladi. Keling, shingil to'pgul bilan tanishamiz. Gullari gulpoyada gulbandlari yordamida navbat bilan joylashgan gullarga shingil to'pgul deyiladi. Misol uchun karam, jag'jagʼ va rediska. Keyingi to'pgulimiz boshoq to'pgul. Boshoq to'pgulda gulpoyada bandsiz gullar ketma-ket joylashgan bo'ladi. Misol uchun zubturumni olishimiz mumkin. Keyingi to'pgulimiz soyabon. Gullari bir xil uzunlikdagi gulband bilan gulpoyaning uchki qismida joylashadi. Misol uchun, demak, piyoz, olcha, navruzgulni keltirishimiz mumkin.
Savatcha to'pgul. Savatcha to'pgulda gulpoyaning kengaygan yuqori qismida bandsiz gullar joylashgan. Misol uchun, kungaboqar, moychechak va bo'tako'zni olishimiz mumkin. Keyingi oddiy to'pgulimiz qalqoncha. Qalqonchada gullar gulpoyada turli uzunlikdagi gulbandlari orqali navbat bilan birikkan. Masalan, nok olmada. So'ta to'pguli. Yo'g'on va uzun gulpoyada bandsiz gullar joylashgan. Masalan, makkajo'xorining urug'chilli gulini misol keltirishimiz mumkin. Keling endi murakkab to'pgullarga o'tamiz. Murakkab to'pgullarda asosan murakkab soyabon, murakkab boshoq, murakkab shingil va gajak to'pgullar uchraydi. Murakkab soyabonda asosan gulpoyaning uchki qismida oddiy soyabonchalar joylashgan. Masalan, sabzi, ukrop, petrushka va kashnichda. Keyingi murakkab to'pgulimiz bu murakkab boshoq. Murakkab boshoqda asosiy gulpoyada oddiy boshoqchalar joylashgan. Murakkab to'pgul hisoblanadi. Misol qilib, bug'doy, arpa, javdarni keltirishimiz mumkin. Keyingi murakkab to'pgulimiz bu murakkab shingil. Asosiy gulpoyada joylashgan oddiy shingillardan iborat, masalan, tok va nastarin o'simliklari. Keyingi murakkab to'pgulimiz bu gajak. Gajakda asosiy gul bilan tugaydi va shoxlanadi. Asosiy gulpoya, ya'ni gul bilan tugaydi va shoxlanadi. Gajak to'pgulga pomidor va kartoshkani misol keltirishimiz mumkin. Ushbu rasmlarga e'tibor berib ketasiz. Birinchi tepadagi rasmlarimizda oddiy to'pgullar keltirilgan. Mana oddiy shingil, oddiy soyabon, so'ta va boshcha. Pastdagi sxemalarimizda oddiy va murakkab to'pgullarning sxemalari keltirilgan. Bemalol tanishib o'tishingiz mumkin. Bugungi mavzumiz shundan iborat edi.